Salom do'stlar, siz bilan Tkachenko Aleksandr va ushbu videoda men sizga Real Hog servisda profilni qanday to'ldirishni ko'rsataman. Saytga kirganimizda, agar profilimiz to'ldirilmagan bo'lsa, ehtimol bizni mana shunday profilni to'ldiring oynasi kutib oladi. Bu shuni anglatadiki, biz profilni to'ldirmagunimizcha boshqa hech qanday bo'limga kira olmaymiz. Bu majburiy talab, chunki reklama beruvchilar o'zlarining targetingi to'g'ri sozlanishi va servisdagi barcha foydalanuvchilar ushbu sozlamalarda, ushbu reklamada ishtirok etishi uchun kerak. Chunki bu yerda ko'rib turibsiz, pastda va yon tomonda bannerlar bor, to'g'rimi? Va mos ravishda bannerli reklama yoki kontekstli reklama umuman olganda har qanday reklama turi, video ham, topshiriqlar ham, bularning barchasida target sozlamalari mavjud. Shu sababli bu target sozlamalarda odamlar mamlakatlar bo'yicha, qiziqishlar bo'yicha, tillar bo'yicha va hokazo reklama sozlashlari mumkin. Ya'ni bularning barchasi to'g'ri ishlash uchun. Bu baribir reklama servisi, shuning uchun profilni to'g'ri to'ldirish, bu hamma uchun majburiy. Shuning uchun bu yerda ism va familiyani kiritishimiz kerak. Ya'ni tizim bizni o'tkazib, bu yerda nimadir qilish imkonini berish uchun barcha maydonlarni to'liq to'ldirishimiz kerak. Hech qanday maydonni o'tkazib yuborish mumkin emas. Ya'ni biz ism va familiyani to'ldiramiz. Mana shu yerda plus tugmasini bosamiz, avatar yuklashimiz mumkin. Keyin esa sanani aynan shu formatda yozamiz. Ya'ni 2 raqam, kun 2 raqam, oy 4 raqam, bu yil. Chunki ba'zan odamlar yilni 2 raqam bilan yozishadi va shunga mos ravishda bu xato hisoblanadi. Shundan keyin ularni tizim o'tkazmaydi. Ular nima bo'layotganini tushunmay qolishadi. Ya'ni siz hamma narsani to'liq yozishingiz kerak. Keyin biz bu yerda mamlakatni ko'rsatamiz. Shunday qilib, biz mamlakat va shaharni qo'lda yozamiz va jinsini tanlaymiz. Va bu yerda tillar juda muhim. Ya'ni biz tilni tanlaymiz. Siz bittasini tanlashingiz mumkin. Maksimal 2 ta tilni tanlashingiz mumkin. Ya'ni bu yerda bir nechta tillarga ehtiyoj yo'q. Biz asosiy tilni o'rnatdik va ehtimol kimdir boshqa tilni biladi. Siz boshqa tilni tanlashingiz mumkin. Men masalan rus tilini tanlayman va asosan ehtimol ingliz tilini ham tanlash mumkin edi, lekin men tanlamayman. Uni yetarlicha yaxshi bilmayman, shuning uchun tanlamayman. Keyingisi, qiziqishlar. Bu yerda bizga mos keladigan qiziqishlarni tanlaymiz. Keraksiz narsalarni bu yerda tanlash shart emas. Sizga mos keladiganini tanlaysiz, xolos. Shunga mos ravishda men bu yerda hammasini tanlab oldim. Meni qiziqtirgan narsalarni bu yerda tanladim. Ya'ni bu qiziqishlar orqali reklama beruvchilar bizni tanlaydi va bizga bannerlarni ko'rsatadi. Masalan, shundaylari. Hammasini tanlab saqlash tugmasini bosamiz. Yana so'rovnomani ham to'ldirish kerak. So'rovnoma tugmasini bosing. Agar biz uni to'ldirmasak, tizim bizni keyingi bosqichga o'tkazmaydi. Mana bu yerga bosamiz va shu yerda qisqagina so'rovnomani to'ldiramiz. Atiga 12 ta savol bor. Mana birinchi savol 12 dan biri, to'g'rimi? Bu yerda shunchaki savollarga javob beramiz. Bu yerda to'g'ri yoki noto'g'ri javoblar yo'q. Har bir insonning o'z javobi bor. Har bir odam o'ziga xos, hammaning o'z qiziqishi, o'z tajribasi, ko'nikmalari va hokazo va hokazo. Reklama beruvchilar ham xuddi shunday. Ular qandaydir ideal odamni izlamaydi. Bunday odamlar bo'lmaydi ham. Ular o'z vazifalari, o'z mahsulotlari uchun odam izlashadi va har birining ehtiyoji har xil, to'g'rimi? Ya'ni har xil mahsulotlar, har xil biznes takliflari uchun har xil odamlar kerak bo'ladi. Shuning uchun bu yerda qanday bo'lsa, shunday ko'rsatamiz. Hech narsani bezatmaymiz, chunki agar bu yerda nimanidir bezatsak, keyin biror paytda bizga noqulay savol berilishi mumkin va biz unga boshqacha javob beramiz, to'g'rimi? Lekin tizim baribir tushunadi. Siz to'g'ri javob beryapsizmi yoki noto'g'ri javob beryapsizmi? Shuning uchun hamma narsani qanday bo'lsa, shunday to'ldiramiz. Hozir men sizlarga o'zim qanday to'ldirganimni ko'rsatmayman. Aniqrog'i, hozir hammasini to'ldiraman, lekin bu joyini kesib tashlayman. Shunchaki sizlar men qilganimni takrorlamasligingiz uchun, balki o'zingizga to'g'ri deb bilganingizdek, sizga mos keladigan tarzda bajaringlar. Bu yerda masalan yollanma ishni tanlaymiz. Bu sizni eng yaxshi tasvirlaydigan variant. Yollanma ishda ishlasangiz, shunchaki yollanma ish deb belgilang. Agar tadbirkor bo'lsangiz va faqat tadbirkorlik bilan shug'ullanib yashasangiz, tadbirkor variantini belgilang. Freelancer bo'lsangiz, demak freelancer deb belgilang. Agar siz jamoa rahbari, masalan, tarmoqchi bo'lsangiz, jamoangiz bo'lsa va faqat shu orqali daromad topib yashasangiz, mos ravishda jamoa rahbari deb belgilang, to'g'rimi? Onlayn daromad topib ko'rgan bo'lsangiz, xuddi shunday variantni tanlang. Xo'p, hozir men bu testni tezda o'tyapman va biz davom etamiz. Mana aslida men testni to'ldirdim va javoblar saqlanmoqda. Hop, davom etamiz. Bu yerda esa mos ravishda biz ro'yxatdan o'tgan email va majburiy maydon sifatida Telegram ko'rsatilgan.
Menda Telegram allaqachon shu yerga qo'shilgan. Uni ajratib, kerak bo'lsa boshqa birini ulash mumkin. Agar siz profilni birinchi marta to'ldirayotgan bo'lsangiz va Telegram ulangan bo'lmasa, uni albatta ulashingiz kerak. Bu yerda tugma bo'ladi. Uni bosasiz va Telegram botda shunchaki Start tugmasini bosasiz. So'ngra bu yerga qaytasiz. Ba'zan shunday bo'ladiki, odamlar Telegram botda tugmani bosishadi. Bu yerga qaytishadi, lekin bu yerda hech narsa yozilmagan bo'ladi va ular muammo deb o'ylashadi. Bunday vaziyatda muammo nimada? Agar bu yer bo'sh bo'lsa. Demak, sizda shunchaki login yo'q. Telegramda odatda login bo'lmaydi. Uni alohida yaratish kerak. Ko'pchilikda bu login bor, lekin juda kamdan-kam hollarda odamda login bo'lmaydi. Unda shunchaki Telegramga kirib, sozlamalarga o'tasiz va o'zingizga login oylab topasiz. Mana, masalan, men o'zimga shunday login oylab topganman, to'g'rimi? Siz o'zingizga Telegram sozlamalarida bosh biror login oylab topishingiz, uni yaratishingiz va shundan keyin bu yerga kirib, xuddi shu amallarni takrorlashingiz mumkin. Loginni ajratib qo'yish, bo'glash, shundan keyin bu yerda login paydo bo'ladi. Ya'ni Telegramni bo'glash majburiy. Telegram bo'glanmasa, tizim sizni keyingi bosqichga o'tkazmaydi. Lekin VKontakte majburiy emas, chunki bu xalqaro servis. Telegram butun dunyoda hamma uchun mavjud. VKontakte esa asosan MTX davlatlarda ishlatiladi. Shuning uchun, agar Telegram bo'lsa, albatta bo'glang. Bo'lmasa, bu majburiy emas. Endi esa aniqrog'i biz bunga qadar saqlash tugmasini bosganmiz. Xuddi shu tarzda bu yerda ham har birini alohida saqlaymiz. Hammasi shu. Hamma maydonlarni to'ldirganimizdan so'ng hech narsani o'tkazib yubormaymiz. Shundan keyin hammasi, masalan, bosh sahifaga o'tamiz va ko'ramizki, bot bizni o'tkazmoqda. Bu yerda hech qanday qiyin narsa yo'q.